Xarid qilishga arziydigan top 5 ta igrovoy monitorlar 2026-yilning boshiga. Men ismim Ibrohim Mirsodiqov va siz Megarbitech kanalidasiz. Qani do'stlar, boshladik. Birinchi monitorimiz Pixel brendidan PXG27F modeli. Do'stlar, siz atigi $100 ga 27 tali Full HD IPS 200 Hz monitor olasiz. Oldinlari aytardim do'stlar, bunaqa byudjetga 100 Hz Redmi olib qo'ysangiz bo'ladi. O'zim ham shaxsan ko'p ishlatganman shu Redmi monitorlardan, o'zimda ham shunaqasi bo'lgan. Lekin do'stlar, pikselli naq 200 Hz monitor olib chiqishdi bunaqa narxga. При этом do'stlar, matritsasini sifati Redmi'dan hech qolishmaydi. Bunaqa narxga bunaqa parametr вообще asal. Adashmasam, buni 25 diagonalli modellari ham bor va prinsipda do'stlar, o'ziga qaysi biri yoqsa o'shani tanlasangiz bo'ladi. Lekin maslahatim do'stlar, byudjetingiz $100 bo'lsa, bu eng yaxshi tanlov. Ikkinchi monitorimiz MSI brendidan Mac 274QF. 27 diagonalli Quad HD ya'ni 2K razresheniyali IPS matrica 180 Hz. Zadержкасы 0.5 sekund deb yozilgan, lekin do'stlar, okey deb qo'yamiz bu joyga, chunki hamma har xil zadержкani hisoblaydi. Самое главное matritsasi yaxshi sifatli, to есть dostoyностьdan qo'yilgan Kitay podval emas, и prinsipda do'stlar ishlatayotganingizda ko'zingizni ortmaydi. Tем более 27 diagonal olasizmi do'stlar, byudjetingiz $150 dan tepami, maslahatim har doim 2K overing. Tем более bunaqa modellar ko'payganiga. Do'stlar, 180 Hz 2K 27 diagonal bu как раз eng optimal соотношение bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa $170 va bunaqa parametrli monitor uchun bu do'stlar bo'lichem yaxshi narx. Shuning uchun bemalol olsanglar bo'ladi. Tем более do'stlar, crash'dan ham ilib qo'ysa bo'ladi. Uchinchi monitorimiz ham Pixel brendidan bo'lyapti do'stlar, faqat bu modelimiz PXG27QX modeli. Parametr MSI ga o'xshaydi, faqat do'stlar, bu yerda bizda 27 diagonalli Quad HD 2K IPS 240 Hz monitor bo'lyapti. To есть Hzovka jihatlama oldingi MSI dan balandroq bo'lyapti va oldingi Instagram videolarimda ko'rgan bo'lsangiz kerak do'stlar, monitor obzor chiqqanda Gigabyte brendi bilan solishtirib monitor bilan. Do'stlar, sizlarga bitta narsa aytaman, narx va sifat bo'yicha o'zimni shaxsiy fikrim bo'yicha hozirgi kunda bu eng yaxshi monitor. Hzovkasi ham baland, to есть KS ga ham boshqa o'ylarga bemalol yetib ortib beradi. Do'stlar, razresheniyasi Quad HD ya'ni 2K bo'lgani hisobiga mazza qilib ishlatasizlar, ko'zinglarni ham ortmaydi. Tем более matritsasi IPS, ranglarni ham normalniy yaxshi chiqazib beradi. Endi aytaman, joy vohmali chiqazib bormaydi-yu, qimmat monitorlarga o'xshab, lekin do'stlar, bunaqa narxga bundan zo'rini topolmaysizlar. Narxi hozirgi kunda $155 turibdi. Shaxsan o'zim shu monitorni olgan bo'lardim. To'rtinchi monitorimiz Lenovo brendidan Legion 27Q10 modeli. Do'stlar, parametri bo'yicha xuddi oldingi Pixeldagi, lekin nimaga bu topga u modelni qo'shganim sababi, birinchidan do'stlar, bu Lenovo monitorimizda tsveta korreksiyasi yaxshi qilingan. To есть montajyor bo'lsangiz, prinsipda tsveta korreksiya bilan ishlaydigan, Photoshopda ishlasangiz, to prinsipda do'stlar, bu modelni ham ish uchun ham rasmotr qilsangiz bo'ladi. Lenovoda mana shunaqa arzon byudjetga bo'lmaydi normalniy matritsa qo'ygan modellardan hisoblanadi. Tем более hozir распродажада ketyapti. Qarang, agar sizga chista o'yin uchun kerak bo'lsa va ozgina ish uchun kerak bo'lsa, prinsipda oldingi Pixel olganingiz yaxshi. Lekin ham ish, ham o'yin aktivni ishlatsangiz, to prinsipda mana shu Lenovo Legionni bemalol olsangiz bo'ladi. Tем более vid jihatlama ham takoy chiroyli yasalgan monitor. Narxi hozirgi kunda $210 atrofida turibdi va prinsipda bunaqa parametr uchun bu bo'li demokratik narx. Ayniqsa Asuslar bilan solishtirib ko'rsak. Va 5-monitorimiz do'stlar, bu ro'yxatimizda eng premium, eng top variantlardan bittasi bu MSI dan 34 tali MPG OLED monitor. Do'stlar, bu prosta shedevr monitor ham bo'ladi. Chunki 34 diagonalli do'stlar, W Quad HD razresheniyada OLED 0.03 millisekund zadержкali va do'stlar, eng kayf beradigan tomoni bu OLED matritsa 240 Hz ligi nerealniy tiniq kartinka olasiz va do'stlar, bunaqa razresheniyaga, bunaqa Hzovka, tем более bunaqa matritsa zadержка bilan prosta konfetka. O'zim ishlatib ko'rgan monitorlarimdan bittasi va do'stlar, hatto PS2 o'ynayotganimda ham prosta kayf ko'rganman bunaqa monitordan, chunki OLED monitorlarning ichida hozir MSI juda ham topda ketyapti va oxirgi chiqargan monitorlari bemalol Asus ROG Strix bilan ham konkurensiya qilyapti va MSI monitorlari do'stlar, cheatlari juda ham ko'p. Sizga realni fiziki cheat beradigan narsalar juda ham ko'p va hozirgi paytda MSI juda ham
bozorimizni egallab kelyapti va buni ближайший konkurenti oladigan bo'lsak, bu LG dan bor, lekin LG sal qimmatroq, Asus dan bor, Asus undan ham qimmatroq. Ozgina qo'shsa 49 talik Samsung Odyssey olsa bo'ladi, 49 taligidan. No, lekin do'stlar, o'zim shaxsan ishlatib ko'rdim. Menga uncha yoqmadi, tim bo'lib bunaqa pulga. Shuning uchun do'stlar, agarda bitta premium VIP monitor olmoqchimisiz do'stlar, mana shu MSI dan olib qo'ying, ishoning, adashmaysiz. Narxi esa aytgancha $1100. Mana shunaqa gaplar do'stlar, mana shu 5 ta monitor sizlarga bemalol maslahat bera olaman. Hozirgi kunda olishga aktual bo'lgan, narxiga arziydigan monitorlar. Va do'stlar, hayron qolgan bo'lishingiz mumkin. Shuncha monitor aytdingiz, lekin nimaga bu yoqda premium qanaqadir no-name monitor turibdi? Do'stlar, prosta o'zim ishlatadigan, bu yoqda turgan studiyada rабочий monitor, takolla foni qo'yib qo'ydik. Shuning uchun do'stlar, hech qanaqa reklama emas. No, lekin do'stlar, mana shu aytib o'tgan 5 ta monitorim bemalol smel o'g'ringlar, mazza qilib ishlatasizlar. Tim bo'lib hammasini o'zim ishlatib, tekshirib ko'rganman. Va do'stlar, agarda video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yinglar va keyingi safar qaysi temada video chiqarishimizni xohlasanglar, shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.